Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun Toshkentda, Parkent tumanida malina boqqa issiqxona quryapmiz. Demoqchiman, bu yerda malinani yaxshi sortlarini, ko'chatlarini chiqarish boshlandi. Shuni sizlarga aytmoqchiman, shuni reklama qilib qo'yib qo'yishni. Uyda egasi so'radi, shuni qo'yyapman. Buni yeganman, bir oy oldin kelganimda katta bo'lib malina pishib yotgandi. Juda ham katta gabaritda. Kalibri katta malina. Ko'chatlarga kelsak, mana chiqarib qo'yilyapti. Mana ko'chatlarni ko'rishinglar mumkin. Holatlari juda ham zo'r ko'chat holatlari. Tomirlari zo'r, nishlari chiroyli chiqqan mana. Hammasida nish bor. Ko'chatlarni mana chiqarib qo'yib telefon qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishar ekan, kelishilgan narxlarda. Narxini hozir egasi bilan o'zingizlar gaplashib olasizlar. Men nomerini yozib beraman. Ular shunaqa, butun O'zbekiston bo'ylab shu ish yo'lga qo'yilgan ekan. Malina bor 1 gektar ekan, lekin yaxshi hosil olishyapti ekan. Bizga bu yerga issiqxona qilyapmiz hozir. Issiqxona bo'lsa, bahorda ertaroq pishar ekan, kuzda ham, oktyabr, noyabr oyida ham hosil olsa bo'lar ekan bemalol. Men lekin 1 oy oldin kelganimda juda zo'r bo'lib pishib yotuvdi shu yerlarda, to'ldir hosil edi. Aytishlaricha yaxshi sort ekan, juda ham kalibri katta malinalarini. Nomerni qo'yib beraman, telefon qilishingiz mumkin. Bu yer Toshkent viloyati Parkent tumanida. Bo'ldi bu video. Like bosib berasizlar degan umiddamiz akalar. Ko'chatlar juda ham chiroyli holatda ekan. Unaqaligi alda boshqa qiladigan odamlar emas. Endi buni o'zi ichini mana sal siyraklashtirish kerak. Ko'ryapsizlar mana ancha qalin bo'lib ketgan. Bu yerlarga endi yetib kelishadi. Qalin bo'lib ketar ekan. Buni siyraklashtirib, shuna qilib ko'chatini olar ekan. Ko'chati shu mana. Nomerini yozib beraman, egasini telefon qilishingiz mumkin.